meni ovozim eshitiladigan bo'lsa, sud bo'ldi, tugadi. Ikkala sudlanuvchilarga o'sha 4 yildan ozodlikdan mahrum qildi. Men 3 yildan mansabdor bo'lib ishlashda chekladi. Qolganlarni o'sha qolgan 9 kishini harakatiga baho berilishi uchun viloyat prokuroriga sud tomonidan taqdimnoma chiqarildi. Bu to'g'risi birovni musibatidan xursand bo'lmaysiz-ku, qolganlarga dars bo'lsin deysiz ekanda. Shunaqa. Sizni butun mana sudga Surxondaryodan bu haligi o'zbekiston kartasimni foyda kelib. Sudda mana qatnashdingiz, sizga ham rahmat aka. Butun auditoriyaga rahmat. Auditoriyada duo qilgan har bitta insonga rahmat. Xudo hech kimni boshiga buni aytib tushmasin. Meni kim mushkulimni oson bo'lishini so'rab duo qilgan bo'lsa, o'zlarini ham mushkulini Xudo oson qilsin. Ilohim. Hammangizga rahmat aytaman aka. Rahmat, sog' bo'linglar. Ilohim. Nimaga o'tdi? Endi ularga apellyatsiyaga bersa, yana sud davom etadi. Bizda o'sha ma'naviy zararimiz so'raldi. Ma'naviy zarar bo'yicha fuqarolar sudiga beriladigan bo'ldi. Uni bizdan so'radik, talab qildik, aynan o'sha ma'naviy zararni aytdik. Nimaga? Ma'naviy zarar menga misol ularni mana meni ko'rdingiz, bildingiz. Misol menga ularni bir tiyini kerak emas. Da. Lekin dars bo'lishi uchun ma'naviy zarar olamiz. Lekin u ma'naviy zararni aynan sog'lig'i yomon, juda qiynalgan insonlarga berishgan onkologiya markazlariga qizdirish uchun o'sha ma'naviy zararga biz beramiz. Blogger Dostonbek Rahimov